Assalomu alaykum qadrdon kanalimiz a'zolari. Mana bugun 2025-yil 16-mart navbatdagi laboyimizga ham chiroyli bo'lgan tunkashibani qilib bo'ldik. Laboyimiz hamma joylari shu izolyatsiya bo'lgan, poliga rezinka tashlaganmiz. Bu yoniga akkumulyator zashta qiladigan sandiq qo'yilgan, tepasiga bagaj qo'yilgan. Ideal holatda hamma narsa nimaga laboga kerak bo'lsa hammasi qilingan. Bir boshdan boshlaymiz. Sandig'idan boshlaymiz. Mana sandig'i xuddi shu holatda, mana ichkariga arqon kulish damkalatlar bemalol siqaveradi. Kaliti bor. Va kalitdan tashqari ham ochilaveradi bu. Bitta bosilsa ochiladi mana. Bu alohida ham sotiladi bu narsa. Shu narsa qulflanib qo'ysa mana shu narsa chiqmaydi. Qalinliklari yaxshi 1.5lik temirli narsalar. Bu yoni mana 1.5 sm ichkariga qaytgan bo'ladi. Tagi ham xuddi shu holatda ichkaridan qaytgan, tagidan qatirilgan bo'ladi. Poliga shunaqa rezinka tashlangan, bir yoni mana silliq tanga bo'ladi. Ichida iplari bor. Penoplex po'kaklar qo'yilgan, konteyner pollari ham qo'yilgan. Hammasi joy-joyida qilingan. Mana bunisi bagaji bo'ladi. Mana bagajni ham ko'rishingiz mumkin. Koreyskiy bagajlar bilan birga bir holatda mana koreyskiy bagaj mana bo'ladi. Mana bagaj o'z bagajlardan bo'ladi. Hammaga telefon raqamini bemalol yozib qo'yishingiz mumkin. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Bo'rdon qishlog'ida 1 soat, 1,5 soat ichida o'rnashtirib beramiz. Tayyor zakotovkalar bor. Ishlarimiz yoqsa do'stlarga, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Kamchilik xatolarni bemalol yozib qo'yishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.